To'g'ri retsept demadim, haqiqiy retsept hech ham demadim. Lekin bilinchiklarim zo'r o'xshayotganini ko'rib istoriyamda so'raganinglar o'xshamay shu usulni sinaganimdan keyin bittada o'xshab chiqishi boshlaydigan retseptimni bo'lishaman. Bir dona yuvilgan tuxum va 1 stakan sovuq sut. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Boshida qancha yaxshi ko'pirtirib aralashtirirsanglar, shuncha bilinchiginglar chiroyli chiqadi. Tuz va shakarni o'zingizning tabingizga qarab qo'shasiz. Mani bolalarim sal sho'rroq yaxshi ko'rishadi, shuning uchun tuzni ko'proq qo'shaman. Bir bochka razrexlitr qo'shib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Qancha ko'p aralashtirsanglar, shuncha yaxshi. Unni bo'lsa, o'zingizlar quyuqroq massa qilguncha qo'shasizlar. Mana shunaqangi sal quyuqroq massa bo'ladi. Endi bo'lsa yarim stakan yog', yana aralashtiramiz va qaynagan suvimizdan yarim stakan quyib yuboramiz. Mana shunaqangi suyuqroq massa tayyor bo'lgandan keyin yaxshilab qizib olgan tovamizga bir cho'mich to'la bo'lmagan holatda quyib, bilinchiklarimizni pishirishga qo'yamiz. Eslatib o'taman, tova qanchalik yaxshi qizigan bo'lsa, bilinchiklaringiz shunaqa chiroyli chiqadi. Ustida shunaqa suyuq massa qolmaganda, sekin bilinchiklarni chetini olishni boshlaymiz. Ko'p qolib ketsa, bilinchigingiz kuyib ketib, qotib qoladi. O'shaning uchun shunaqangi sal sariqroq bo'lganda aylantirib olish kerak. Keyin mana shunaqangi chiroyli yumshoq bilinchiklar tayyor bo'ladi. Videoni saqlanib qilishni unutmang.